قال عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, haqiqatda Alloh uyalchan, yashiruvchi, u uyalchanlikni ham yashirib qoluvni yarata. Agar sizdan birarigiz g'usl ola ekan, ya'ni quyina ekan, u chog'ida shit ko'zlardan yashirinsin. Anladingizmi? Yo'q. Kishi quyinganda, g'usl olganda shishina. Ya'ni Alloh ko'rsatirga tiygan o'rinlarni g'avrati ochla qishin qiyganda. U shu o'rinlarni demak kishilarga boshqa shit ko'zlarga ko'rsatirga tegish tugul. Qiyganda, g'usl olganda yashirinirga tegish. Boshqa kishilardan beklanib, ayrim qiynirga tegish. Bugungi kunda kishilar baralar sport zallarga, suv kiri o'rinlarına, ya'ni basseynlarga, munchalarga, ijtimoiy muncha, ya'ni общественный бань deb ataladi. Şu yerlarga borib, g'avratlarini ochib, bir-birisidan shu Alloh ko'rsatirga tiygan o'rinlarni ko'rsatib yurilar. Alloh yashiruvchi, uyalchanlikni ham yashirib qoluvni yaratadi. Alloh yarata. Demak, agar sen bugun ko'rsatib yurishsan ekan shu o'rinlarni, yashirinmaysan ekan, demak sen Alloh yaratmagan narsani ishlaysan. Anladingizmi? Sen demak Alloh yaratmagan narsani ishlaysan. Şuna göre kopma karşıtı var bu hadisine. Şuna göre eğer kim bara ekan şunday o'rinlarga bilsin. U shu amali Allah yaratmagan ishni ishlaydi. Şuna göre endi biz qiyinganda, g'usl olganda shit ko'zlardan qo'plarga tegish, yashirinirga tegish. Chunki bu vaqtda bizning g'avratlarimiz kishilarga ko'rsatirga tiyilgan o'rinlarimiz ochiladi.